rejalashtirganmiz. Markazda prezidentimizning ixtisoslashtirilgan pulmonologiya va fiziatriya yordami ko'rsatish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida 1 yilda 1200 dan ortiq o'pkaning nospesifik kasalliklari bilan og'rigan bemorlar davolanib chiqmoqda. Ushbu kasalliklarning diagnostikasi ham shu joyning o'zida zamonaviy tamoyillar asosida olib borilyapti. 2024-yilning oktyabr oyida Turkiya davlatining Istanbul shahridagi Okan universitetida pulmonologiya mutaxassislarining malaka oshirib qaytishi aholiga sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirdi. Joriy yilda ham yosh mutaxassislarning Turkiya va Rossiyada malaka oshirishlari rejalashtirilgan. Ajratilgan mablag'lar hisobidan 2024-yilning oktyabr oyida Turkiya davlatining Istanbul shahrida 1 oylik malaka oshirishga borib qaytdim. Okan universitetida malaka oshirib, u yerdagi hamkorlar bilan birgalikda suhbatlar o'tkazildi hamda aniqlangan yangiliklar olib kelinib, hozirgi kunda markazimizda qo'llanmoqda. Shulardan biri, ya'ni fibrobronxoskop apparati orqali o'pkaning ichiga kirgan holda, endoskopik kirgan holda o'pkaning ichidan o'sha suyuqligini olib, uni tekshiriladi, sitologik tekshiriladi. Tekshirish natijasida ulardagi immunoglobulinlar miqdori hamda semiz hujayralarining miqdoriga qarab yashirin bronxal astma kasalligining aniqlanishi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari viloyatimiz aholisiga o'pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari hamda o'pkaning nospesifik kasalliklarini davolash uchun markazimizda gala kamera xonalari tashkil qilinmoqda. Bundan tashqari ozonoterapiya xonalari hamda fizioterapiya xonalari tashkil qilinib, bemorlarni reabilitatsiya davrlarini ham shu yerda o'tkazish rejalashtirilmoqda. O'pka kasalliklari dunyoda o'limning eng asosiy sabablaridan biri bo'lib hisoblanadi. Biz pulmonologiya bo'limida nafaqat surunkali kasalliklar, balki shoshilinch o'tkir holatlarga ham uchrab turadi. Bemorlar o'pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari, bronxial astma, kasalxonadan tashqari pnevmoniya va o'pkaning surunkali interstisial kasalligiga chalinib, bemorlar bizga murojaat qilib keladi. Biz bu pulmonologiya bo'limida zamonaviy davolash usullari, ya'ni spirometriya, kompyuter tomografiya, davolash gimnastikalari olib boramiz. Butun dunyo bo'yicha 600 milliondan ziyod kishi 1 yilda o'pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari bilan kasallanadi va ulardan o'lim ko'rsatishlari keyingi yillarda yurak kasalliklaridan keyin 2-o'rinni egallamoqda. Bizning markazimizda pnevmoniyalarning, ya'ni atipik qo'zg'atuvchilari mavjud bo'lgan pnevmoniyalarni davolash, atipik pnevmoniyalar bilan kechadigan pnevmoniyalarni tekshirish hamda davolashga asosiy yo'nalish belgilangan.